105 kvadratli kvartiramizni obzorini boshlaymiz. Kvartiramiz kolobka holatda kelgan. Birinchi bo'lib biz buni joyiga chiqib turib, syomkalar qilib, razmerlarni o'lchab olganmiz. Kolonna shaxtali qatdan o'tgan, ilk boshimiz qatdan chiqib qatga botadi. И qiblamiz qaysi tarafda qiblamiz, mana shunaqa qiyshuv joylashgan. Qiblamiz qiyshuv joylashganning yaxshi tarafi biza sanuzelni unitazdan joylayotganda bunaqasiga ham joylay olamiz. Qiblaga to'g'ri kelib qolmaydi. O'sha taraflama yaxshi bo'ladi. Xo'p, obzorimizni boshlaymiz. Podyezddan kirdik. Podyezddan kirganimizda bu yerga alohida grazning zona qilganmiz. Pufligimiz, kengayadigan shkafimiz bo'pti. Grazning zona nima kerak deyiladigan bo'lsa, bu yoqdan kirganingizda oyoq kiyim yechasiz, yechganingizdan keyin bu yoqda o'sha oyoq kiyimsiz yurganingizda, xonama-xona yurganingizda bu yoqni bosmasdan turib, mashina o'zida aylanib yurasiz. O'sha tarafga grazning zonani alohida zonaga ajratganingiz yaxshi. Bunda yana zonaga ajratganmiz, qanaqaki, bu yoqda dam oladigan zonani orqaga berganmiz, mehmon kutadigan zonani ko'chaga yaqin joyga berganmiz. O'shanda yaxshi tarafi kelgan mehmon ko'zi nazari bu yoqga tushmaydi, eshik ochilib qolsa ham to'g'ri bu yoqqa kirib ketaveradi. Zalimiz bo'pti, ko'chadan kirdik, oyoq kiyim yechib, kiyim yelib, zalimizga kirdik. Divan bo'pti, bu yoqda 2 kishilik, bu yoqda stol bo'pti. Bular hammasi ergonomika bo'yicha hisobga olingan. Yurishlari, o'tirishlari, bu yoqga o'tayotgan, orqasiga o'tayotgan odam bunga xalaqit qilmaydi. Razmyonli eshikni alohida qilib berganmiz. Buni yaxshi tarafi eshikni yonga ochiladigan qilib turib, tashqariga ochiladigan qilsak, bu yoqdan o'tayotgan odamga xalaqit qilishi mumkin. Shu sababdan yonga ochiladigan yaxshiroq yechim bo'ladi. Bu yoqda o'zining alohida oshxonasi bo'pti. Razmeri 3.5 280, zalimiz 440 ga 3.5 bo'pti. Bu yoqda ota-onalarning alohida spalnisi bo'pti. Razmeri 380 ga 380 bo'pti. O'zining alohida sanuzeli bo'pti. Rakmina, unitaz, vannasi. Alohida havo olishga balkoni bo'pti. Bu yoqqa to'g'ri o'tganimizda detskiy xonamiz bo'pti. Ikkita farzandga karavati bo'pti. Alohida dars qilgan stoli. Buni ham alohida o'zini balkoni bo'pti.